Do'stlar, assalomu alaykum. Bizlar bugun Samarqand viloyati Urgut tumani G'o's qishlog'iga kelganmiz. Bugun mana shu Fozil akaning uylariga qurilish ketyapti. Bularga bizlar fasadni keramika g'ishlaridan berganmiz. Turkmanistonning sariq rangidan. Ko'rib turganingizdek, uyni noldan akam ko'taryaptilar. Oldiga fasad qismiga bir qator bizlarni g'ishdan qo'yib chiqishyapti. Hozir endi ichkariga kirib sizlardan g'ish hali haqida to'liqroq ma'lumot beramiz. G'ishimizdan tashqari azizlar bu yoqqa chorni kladishni rastvor ham berganmiz. Mana bunaqa ko'rib turganingizdek, oldinroqdan oling. Ya'ni g'ish terish uchun tayyor o'zimizning kladishni rastvorimiz bor. Mana shundan bir akamizga berganmiz. Birdan mana shu chorni kladishni rastvor bilan uyni ko'taryaptilar. G'ishlarimiz mana shunaqa paddonlarga bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bu yerga bir enef g'ishtdan berganmiz. Mana shu tepadan kelib sizlarga polni obzorni beramiz kelinglar. Yo bismillah. Qo'lni ber. Xo'p, do'stlar, ko'rib turganingizdek, ishlar ketyapti. Mana shu yoqqa orqa tomoni polni chorni kladka g'ish bilan terilyapti va oldi qismiga esa mana shu g'ishimizdan hozir ma'lumot beraman. Mana ko'rib turganingizdek, bu g'ishimiz Turkmaniston keramika g'ish, razmeri 12 ga 6,5-25 adini NF deyiladi. Mana shu yoqqa ichiga termo izolyatsiyali g'ish hisoblanadi, teshiklar bor. Bu ham rastvor kirganda juda ham baquvvat o'rnashadi. G'ishimiz o'zining tabiiy rangi sariq bu. Ichqa hech qanaqa pigmenti yo'q. Yillar davomida tursa, rangi o'zgarmaydi, sifati buzilmaydi. Undan tashqari mana shu o'zimizdan tomonidan ishlab chiqarayotgan kladishni rastvorimiz. Mana ichini bitta olib bering. Juda ham mahin holatda. Bunga bitta suv qo'shadilar. Suv qo'shib mana bunaqa tog'orlarga bitta aralashtirib, bemalol olib ishlatsa bo'ladi. Bunga juda ham qop-qora chiqadi shoflari. Ichiga hech qanaqa doполнительный sement, qum hech nima qo'yish shart emas. Juda ham bundan tashqari qora rangidan tashqari oq rangimiz va seri ranglarimiz ham bor. Boshqa g'ishlar olmoqchi bo'lsangiz, oq rangli, seri rangli rastvorlar kerak bo'lsa, mana shu bizlardan olib ishlatsangiz bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, mana shunaqa chorni kladka g'ishlar bilan orqasi mana akalarimiz teryapti. Chiroyli qilib. Oldiga esa bir bar yarim g'ish bizni g'ish qo'yilib chiqyapti. Hozir endi bitta tepaga chiqaylik. Bitta tepadan ham sizlarga ma'lumot beraman g'ishimiz haqida. Yo, charchamayapsizlarmi usta bu? Yo, bismillah. Hormang usta bu. Qanday? Charchamayapsizlarmi? Do'stlar, mana ko'rib turganingizdek, oldi qismiga birinchi fasad g'ishlari terilib chiqyapti va o'rtalariga mana shunaqa setkalar qo'yib chiqyapti. Mana shu setka bilan orqadagi g'ishimiz siyasga bo'ladi. Orqada esa chorni kladka mana shu bir bar terilyapti. O'zi 1,5 bar teriladi, bu 40 bo'ladi. Yarim barning o'rniga mana shu bitta fasadni g'ish qo'yilib chiqyapti, mana ko'rib turganingizdek. Bu bitta chorni kladkari joyini ekonom oladi. Sizga ancha ekonom bo'ladi. Ham birdan uyingiz ko'tariladi, ham birdan fasadingiz tayyor bo'ladi. Ko'rib turganingizdek. Keyin akalarimiz ozgina mana bu yoqqa kolonnalar qilyapti. Ko'rib turganingizdek, narigi tomonlarga ham kolonnalari bor va mana shu kolonnalarga mazut qo'yib chiqqan. U yoqqa nami o'tmasligi uchun, lekin buni ozgina nam beryapti. Mana shu bu yerga rastvor qo'yilgan. Rastvor nami orqaga o'tyapti. Sizlardan agar shu kelajakda shunaqa qilmoqchi bo'lsangiz, ichiga iloji bo'lsa salafan qo'yib chiqinglar. Salafan namni o'tkazmasdan g'ishni ustiga anaqa dog'lar paydo bo'lishidan oldini oladi. O'shaning uchun. Xo'p, mana bu tomonga keling, ozgina. Mana bu tomondan ham ko'rib tursangiz agar, mana shu g'ishlarni bir bar anaqa chorni kladka g'ish terilyapti va orasiga esa 4-5 sm zazor ketyapti. Bu zazor qo'yishining sababi do'stlar termoizolyatsiyali bo'ladi, ya'ni o'rtada havo aylanadi. O'shaning uchun mana shu g'ishlarimiz ham o'zi termo va o'rtadagi mana shunaqa joylar ham ertaga issiq sovug'ni ichkariga o'tkazmaydi. Bundan tashqari mana shu zazorning o'rniga siz penaplex yoki bazalt qo'ysangiz ham bo'ladi. Undan ham yana uy yaxshi o'tiblik bo'ladi. Ya'ni qishda sovuqni tashqaridan va yozda issiqlikni tashqariga o'tkazmaydi. Ana shuning uchun mana shunaqa zazorlar qo'yadi yo o'tiblik qiladi. Mana ko'rib turganingizdek, bu yerda mana shu 1NF g'ishimiz. Hozir bu tomondan bitta g'ishni olaman, buxar bo'ling oyoq tagida. Mana bu 1NF g'ishimiz razmeri bilan tushuntiraman mana. 6,5-12-25 dedim. 1 kvadratga bu g'ishimizdan 52 tadan 54 tagacha ketadi. Shofiga qarab. Mana bular shofini sal maydaroq qilgan, ko'rib turganingizdek.
Bu yoqqa 1 kvadratiga 54 ta ketyapti. Agar sal shofini qalinroq qilganda 1 kvadratiga 52 ta ketadi mana shu g'ishimizdan. Ko'rib turganingizdek. Juda ham baquvvat, moshina chiroyli g'ishlar. Bundan tashqari korичневый qizil ranglarimiz ham bor va razmeri buni yarimtaliklari ham bor. Buni 9 ligi ham bor. Xullas g'ishlarning razmerlari, narxlari haqida to'liq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz agar, pastdan raqamlar qo'yamiz. Pastdagi raqamlar orqali Telegram, WhatsApp bilan yozsangiz agar kataloglarni tashlab beramiz. Mana shu g'ishlar haqida to'liq ma'lumotlar kataloglarimizga bor. O'sha katalogdan ma'lumotlarni olish mumkin. Hozirgi kundagi narxini ham aytaman. Men imенно mana shu g'ish bo'yicha bu g'ishimizni hozirgi kundagi bu tomonga o'tib olay. Hozirgi kundagi bir donasi 3500 so'm. O'zbekiston bo'yicha bu g'ishlarni yetkazib beramiz. Bir paddoniga 420 ta bo'ladi. Endi hozir ustobodan ozgina fikrlarini so'raymiz g'ish haqida. Ustobo charchamayapsizlarmi? Assalomu alaykum. Tinchmisizlar? Yozlarga, issiqlarga charchamasdan ishlayapsizlarmi? Ustobo, bir ozgina menga shu g'ish haqida fikringizni aytsangiz agar. İşler yaxshi ekan, zo'rlar ishlari. Aha. Mana teromimiz yaxshi. Sifati yaxshi, ha, sizlarga ma'qul. Sifati ma'qul, ish yaxshi bo'lar ekan. Endi mana bu rastvorimizni ham ishlatyapsizlar-ku, qora rastvorimiz. Shu haqidan ham qanday chiqyapti qora rastvorlar? Usti katta ustiga o'tir, katta. U tomonga? Katta ustiga o'tir. Qani katta ustiga o'taylik, qani bir katta ustini ham bering menga. Gilavni ustiga o'tir, gilavni. Bo'ldi, hozir u kishidan ham so'raymiz fikrlarini. Ustobo, assalomu alaykum. Qanday charchamayapsizmi? Ishlar bo'lyaptimi? Issiqlarga charchamasdan. Mana shu g'ishimiz, qora rastvorimiz haqida ozgina bir fikringizni aytsangiz agar. Kashfsiz yaxshi. Aha. Qora rastvor ham yaxshi. Ya'ni bir-biriga bemalol nima qilib, yopishib, chotka qilib chiqyapti, g'ishlar ham, rastvorlar ham. Ya'ni birov kishi sizdan so'rasa, g'ishlarni bemalol taklif qila olasiz. Aha. Ko'rib turganingizdek mana do'stlar, mana shu oldiga polni shu keramika g'ishlar va orqasiga mana shu usta akalarimiz fasadni anaqa chorni kladka g'ishlaridan terib chiqyaptilar. Mana shu imorat polni noldan ko'tarilyapti. Mana bu tomonlari, mana bu qo'shin tomonlari mana shu g'ishlardan polni teriladi. Xo'p, azizlar, kimga mana shu g'ishlarimizdan kerak bo'lsa, albatta biz bilan bog'lansangiz agar, chiroyli qilib sizlarga ham yetkazib beramiz. Bu g'ishlarimizdan O'zbekiston bo'yicha yetkazamiz. Bundan tashqari boshqa ranglari ham bor, boshqa ranglari ham katalog orqali tashlab beramiz. Videoga obязательно bitta like bosib, qanaqadir savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga qo'yishlaringiz mumkin. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, keyingi obyektlarga ko'rishguncha deymiz. Sog' omon bo'linglar.